Shundan keyin ko'zimizni bog'lashga buyurdingiz. Sinfxonadagi hamma bolalarning ko'zi berkitilgandan keyin birma-bir hammaning cho'ntagini kovlab chiqdingiz. Va o'sha pul mendan topildi. Lekin nimagadir mendan keyingilarni ham cho'ntagini kovlab chiqdingiz. Oxirida pulni Vohidovga berib, kim olgani haqida umuman hech kimga gapirmadingiz. O'shandan keyin sizni har gal ko'rganimda o'zimni noqulay his qilib yurardim. Lekin siz meni ko'rganingizda hatto o'zimga ham bu narsani bildirmagansiz. Meni izza qilib, sharmanda qilishingiz ham mumkin edi. Bu ishni ham qilmagansiz. Hozirda katta ishda ishlayapman. Yaqinda Yevropadan keldim. Buning uchun kattakon rahmat sizga, ustoz. Voqeani esladim. Lekin sizni eslolmayapman-da. Nega? O'shanda meni ham ko'zim bog'langan edi. Odamlar bor, tiriklikda o'likdir. Mard ustozlar shogird uchun mangu tirikdir. Joyiz jannatda bo'lsin, ustoz.